degandi. Qachon bo'lsa ham operatsiya qildiring dedi. Masalan, bo'lmaydi dedi. Nima shikoyatlar bilan keldi onajon? Tug'ilib qolgan bor. Operatsiya degan edi. Xo'sh. Shunda bezovta qilyapti. Nima bezovta qiladi onajon sizni? Bosh og'riq, yurak og'rig'i, yuragim o'ynaydi. Keyin uyqum yo'q. Goh kechalar umuman uxlamay kiraman. Ko'p asabiylik, oyoq og'riq, mana ko'zim xiralashdi. Ertalab turaman, uyqusizlikdanmi yo shundanmi ko'zim shishib ketadi. Qovoqlaringizda shish bormi o'zim? Qovoqlarimda shish bor. Oyoqlaringizda ham shish bormi? Oyoqlarim qanday tishlandi, qanday kechasidan og'rib chiqardim, siltab chiqaman. Sizlar ko'p keldim. Xo'p, xush kelibsiz onajon. Biza polni sizni tekshiramiz. Gormonal qalqosbon bezining eski UZI xulosalari bormi sizda? Bu yerda ham qildirgansiz tugundan, ha? O'sha xulosasi bormi? Bu ham qolib ketdi. Telefonda bo'lsa ham yo'q, ha? Yaxshi. Nima deb chiqarishgan? Yaxshi chiqarishganmi? Operatsiya degandi. Qachon bo'lsa ham operatsiya qildiring dedi. Masalan, bo'lmaydi dedi. Mayli, onajon, biz qayta UZI qilamiz, qayta gormonlaringizni ko'ramiz. Bizda bir nechta mutaxassis ko'radi. Ya'ni endokrinologga kirasiz, terapevt, kardiologga kirasiz, ginekologga kirasiz. Shundan keyin yakuniy xulosa diagnozni qo'yamiz sizga. Men hozir gormonlar, qon tahlillarni nima qilaman? Polni topshirasiz. To'lov bularga qilmaysiz, xo'pmi? Insulin, glyukoza, koagulogramma, alat asad prokalsitanin, kalsitaninni o'zini topshiramiz. Kalsitanin, UZI shitetni железа, matka, pechin, pochka, hamma joyini tekshiramiz onajon. Shu bilan boshlaymiz, xo'p onajon? Bugunda yotishim kerakmi? Iloji bo'lsa bugundan. Bugunda yotsangiz hamma narsani olib ichida qilib beramiz, xo'pmi onajon?